ikkita dasht bor ekan, ikkita dashtda kalta kesak, ilon, toshbaqa. Endi bu turlarni qo'shib yozib chiqaman. Masalan, kalta kesak. Kalta kesakni 3 plus 2 to'g'rimi? 5 ta. Bu Jakarta indeksini hisoblash uchun. Ilon 4 ta va 5 ta. 4 plus 5 9 ta. Toshbaqa 2 xil, 3 xil. 2 plus 3 5 xil. Endi men ikkita dashtdagi jamilarini bildim. Endi mana bu yerda umumiylarni beryapti menga. Shuning uchun hammasidan endi umumiylarni aytib chiqaman. Xo'p. Kalta kesak nechta edi? Bu so'ringizdagi uchun ekan uzr. Kalta kesak. Xullas, hozir foydalanamiz. Bitta umumiy. Ilonni 3 tasi umumiy. Toshbaqani bittasi umumiy. Xo'p, shunda mana bu 4 ni hosil qildi. Mana bu 6 ni hosil qildi. Mana bu 4 ni hosil qildi. Bu jami turlar soni. Tushunarlimi? Jami turlar. Xo'p, endi bizda umumiylar. Mana bu uchalasi umumiymi? 1 3 1. Ya'ni 5 ta umumiy bor, jami turlar 14 ta. Shunday qilib bo'lamiz. 5 taqsim 14 qilsak, bu nechigina beradi? 35 7. Endi so'raysan dice bo'yicha. Ya'ni u yerda umumiylarni 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 5 ko'paytirilgan 2 taqsim nechta tur bor edi? A dashtda 9 ta, B dashtda demak yozamiz 9 plus B dashtda 10 ta. Hosil bo'lyapti 10 taqsim 19. 10 taqsim 19 imiz nechiga teng bo'ladi? 52 6. Mana 52 6.